Demak, milliy sertifikatga oid original tushgan savollar trigonometriya bu yerda. Trigonometrik tenglama A shartida eng kichik musbat yechimini toping degan, B shartida minus pp oralig'ida nechta ildizga ega. Demak, biz mana bu ikkalasini ko'paytmaga keltiradigan bo'lsak, ikkita kosinus 2x va kosinus x bo'ladi, plus kosinus 2x. U tomonda ham mana bu ikkalasini ko'paytmaga keltiramiz, ikkita sinus 2x va kosinus x plus sinus 2x. Ana endi mana bu ikkalasidan kosinus 2x chiqarib olsak, qavsida ikkita kosinus x plus 1 qoladi. Bu yerda ham sinus 2x ni chiqarib oladigan bo'lsak, ikkita kosinus x plus 1. Endi e'tibor bering, mana bular bir xil. Bular qachon 0 ga teng? Kosinus x imiz minus 1 taqsim 2 bo'lganda, mana bu birinchi holat. Keyin bu yerda qoladi kosinus 2x barobar sinus 2x. Biz buni kosinus 2x ga bo'lib yuborsak, tangens 2x imiz 1 ga teng, 2x teng pi taqsim 4 plus pk. Biz buni 2 ga bo'lib yuborsak, x teng pi taqsim 8 plus pk taqsim 2 yechim hosil bo'ladi. Mana bunda esa x teng plus minus 2 pi taqsim 3 plus 2 pk yechim hosil bo'ladi. Biz bu yerda bilib turibmiz, eng kichik musbat yechim qaysi biri? Bu yerdan eng kichik musbat yechim yo'q. Mana bu yerda bor, pi taqsim 8, ya'ni 22,5 gradus. Biz mana bunga pi taqsim 8 ni belgilaymiz A shartiga. B shartida esa minus pp kesmada nechta yechimga ega? Buni bilish uchun bizga birlik aylana kerak. Birlik aylanada e'tibor bering. Birlik aylanada biz buni ko'rsatsak juda ham oson bo'ladi. Plus minus 2 pi taqsim 3 degani bu 0 gradus mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, mana bu 120 gradus va minus 120 gradus degan mana shu ikkita nuqtani belgilaymiz. Pi taqsim 8 plus pk taqsim 2 degani 22,5 gradusga 90 gradus qo'shib ketaveramiz. Demak, 22,5 gradus taxminan mana shu yerlar bo'ladi. Unga 90 ni qo'shsak 112,5 mana shu nuqtalar hosil bo'ladi. Xo'p, 112,5 ga yana 90 ni qo'shsak 202,5 mana shu burchaklar bo'ladi, mana shu nuqtalar. 202,5 ga yana 90 ni qo'shadigan bo'lsak, demak mana bu nuqtaga o'tadi. E'tibor bering, mana shu 4 ta holat. Endi mana shu yerda belgilagan nuqtalarimiz, mana shu nuqtalarimiz aylanani bir marta aylanganda nechta yechim borligini bildiradi. Minus pi nuqtadan pi nuqtaga kelishimiz uchun bir marta aylansak, mana bu nuqtamiz minus pi bo'lsa, bir aylanib ketsak, pi ga yetib kelamiz. Mana shu nuqtadan aylanishni boshlashimiz kerak. Mana shunaqa soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda bir marta aylanib kelsak, qarang. 1 2 3 4 5 6 ta yechim yo'lda duch kelar ekan. Demak, biz bir aylanishda bu tenglamamizda 6 ta yechim bor ekan. Bu oraliqda nechta ildizga ega desa, biz 6 ta deymiz. Buni mana shu birlik aylanadagi nuqtalardan qarab bilib olsak bo'lar ekan. Demak, hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Muammo va savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring va yana qaysi misollarni ishlab ko'rsatishimiz kerakligini ham yozib qoldirsangiz, biz albatta o'sha misollarni ishlab ko'rsatamiz.